Bilamizki, tarmoq yaralishi juda ham qiziq bo'lgan. Ya'ni biz 20-asr oxirlarini nazarda tutyapmiz. Ya'ni 20-asr oxirlarida bizada IT sohasida rivojlanish juda ham inqilobiy darajaga kelgandi. Ya'ni IT ga bo'lgan talab, kompyuter texnologiyalariga bo'lgan talab, hisoblash apparatlariga bo'lgan talab juda ham kuchli, insonlarda shu talab oshib ketgandi. Ya'ni juda ham kuchli bo'lgandi. Buning tub zamirida inson bilan tezroq aloqa o'rnatish va ma'lumotni tezroq uzatish, ko'proq ma'lumotga ega bo'lish yotardi. Shu munosabat bilan birinchi bo'lib, demak, ekranimizga qaraydigan bo'lsak, birinchi bo'lib bu yerda tarmoqlarni hosil qilish uchun katta hisoblash apparatlari, ya'ni hisoblash mashinalari yig'ildi va ular u paytda mikroelektronika, nanoelektronika bo'lmaganligi sababdan elektronika hisoblash mashinalarini turli lampaviy diodlarda, katta sxemalarda yaratilgan va ular katta xonalarda joylashtirilgan. Xonalarda joylashtirilgan hisoblash apparatlari mainframe'lar deb atalgan. Mainframe'lar liniya orqali, ya'ni kabellar orqali ekranlarga ulangan, ekranlarda maxsus klaviatura va talabga qarab sichqoncha yoki sichqoncha ham klaviaturada joylashgan bo'lgan. Umumiy tarzda ular aloqani mainframe orqali amalga oshirishgan. Mainframe'da asosiy ma'lumotlar turgan va qachonki kompyuter yongan paytda mainframe'dan u kompyuterga tegishli papkalar ochib berilgan va shu asosda ishchilar bu kompyuterda ishlab saqlayotgan paytda barcha fayllarni yana mainframe'ga saqlashgan. Bu yerda kompyuter ekrani yoki klaviatura yoki mishkalarda, ya'ni sichqonchalarda biror bir qo'shimcha funksiya jihat yo'q bo'lgan. Ya'ni kiritish chiqarish qurilmalari sifatida foydalanilgan. Bu yerda asosiy yadro mainframe sifatida qabul qilingan. Mainframe'lar juda katta sovutish tizimi talab qilgan hamda katta xonalarda foydalanilgan. Mainframe'larni o'zaro ulanish to'g'ridan to'g'ri bo'lmaganligi sababdan ular token ring degan topologiya asosida ulangan. Keyinchalik bizda 80-yillarga kelib kompyuterlarni o'zi, ya'ni kompyuter apparatlari, personal kompyuterlar ishlab chiqarila boshlagandan keyin ularga mainframe'lar kerak bo'lmay qolgan. Natijada kompyuterlar ham to'g'ridan to'g'ri boshqa kompyuterlar bilan aloqa o'rnatish uchun to'g'ridan to'g'ri token ringga ulangan. Natijada token ringni sig'imi, ya'ni mainframe'lar hamda turli kompyuterlarni token ring topologiyasiga ulanishi, token ring topologiyasini qamrov, ya'ni ulash chegarasiga yetib kelgan. Hamda token ring boshqa qurilmalarni qabul qila olish xususiyati kamayib ketgan. Ya'ni uning ham token ring topologiyasini yaralishida ham maksimal sig'im bo'lgan. Ya'ni maksimal sig'imga yetib kelgandan keyin boshqa token ring topologiyasi talab etilgan. Token ring topologiyalari xuddi shunday ko'paytirilgan. Ko'paytirish natijasida turli nuqtalarda turli token ring topologiyalari, turli kompyuterlar va turli mainframe'larni o'z ichida olib turgan. Ammo bitta katta muammo bo'lgan. Bu muammo tarmoqni hosil bo'lmagani. Ya'ni tarmoq yo'q bu yerda. Har bir tarmoq alohida xuddi suvning ko'lmagi shaklida joylashib qolgan. Va bular ulanish uchun, ya'ni token ring bilan token ringni o'zaro ulash uchun hech qanday texnologiya 80-yillarda mavjud bo'lmagan. Xuddi shunday holat Amerika Qo'shma Shtatlarining Stanford universitetida mavjud bo'lgan va Stanford universitetida ham xuddi shunday universitet hududi katta bo'lganligi uchun bir nechta bu yerda 10 ga yaqin deb olsa ham bo'ladi, 10 ga yaqin deyiladi ba'zi manbalarda shu 4 tani misol qilishadi. Shunday korpuslarda, ya'ni bino korpuslarida alohida token ring topologiyalari hosil bo'lgan va mana bu korpusda joylashgan masalan o'qituvchi
o'z ma'lumotlarini keyingi tokenringdagi o'qituvchiga jo'natish uchun ular tashuvchi disklardan, ya'ni u paytda floppy disklar bo'lgan, floppy disklarga yozib, ma'lumotini piyoda yurish orqali, piyoda yurib, bu tokenringdagi birorta mainframe'ga yoki kompyuterning o'ziga borib yuklashgan. Bu esa ma'lumot tuzatishni an'anaviy usuliga kirmasdi. Bu esa ma'lumot tuzatishni inson ishtiroki muhimdek tuyulib, IT sohasida juda ham kulgili holatni olib kelgandi. Bu masalani yechish uchun tokenring topologiyasida bitta narsa yetishmasdi. Bu marshrutizator edi. Ya'ni ikki va undan ortiq tokenring tarmog'ini bir-biriga ulab berish. O'tgan darsda men tushuntirgandek, lokal tarmoqlar va global tarmoqlar bor edi. Bu yerda hozir faqat lokal tarmoqlar paydo bo'ldi. Global tarmoqni yaratish uchun turli lokal tarmoqlarni o'zaro ulashimiz kerak edi. Turli lokal tarmoqlarni o'zaro ulash uchun bizga marshrutizator kerak bo'ldi. Stanford universiteti olimlari, ikkita olim, ya'ni Sandy Larner va Leonard Bosak degan ikkita olim o'zaro kelishib, loyiha tashkillashtirib va loyiha mavzusini router, ya'ni marshrutizator deb nomlashgan. Keyinchalik marshrutizator 1 yil davomida loyiha ishtirokchilari tomonidan ishlab chiqilgan. Natijada tokenringlar o'rtasida marshrutizatorlar qo'yilgan va ular, ya'ni boshqa tokenringni abonentini ekranida turgan rasm umuman binoning narigi chekkasida turgan tokenring abonentini ekranida hosil bo'lgan. Bu esa ma'lumot uzatilishiga muvaffaqiyatli uzatilishiga sabab bo'lgan. Natijada bizni hayotimizga tarmoq administratorlarining asosiy sozlaydigan elementi marshrutizator kirib kelgan. Umuman hozir men marshrutizator haqida qisqacha ma'lumot berdim. Marshrutizator va switchlarni nima uchun yaratilganligi haqida shundan xulosa chiqarsa bo'ladi. Keyinchalik mainframe'lar yo'qolib borgan sari lokal tarmoqlarda mainframe'lar o'rnini switchlar egalladi. Switchlar faqat ma'lumotlar bazasini saqlamaydi, balki turli xil kompyuterlarni o'zaro bir-biriga ulab bergan. Tokenring topologiyasi ham switchga, tokenring topologiyasini ham misol keltirsa bo'ladi. Nima uchun misol keltiryapmiz? Chunki switch bu lokal tarmoq qurilmasi. Marshrutizator esa turli tarmoqlarni ulab berganligi uchun uni global tarmoq qurilmasi deb ataymiz. Endi switchlarni portlari ko'p, routerlarda esa switchlarga nisbatan, marshrutizatorlarda esa switchlarga nisbatan portlari kamroq bo'ladi. Buning sababi marshrutizatorlarning funksionalligi, ishlash samaradorligi yuqori bo'lgani uchun ularda port tejamkorligi ham mavjud bo'ladi. Sababi ular portlarning soni marshrutizatorning narxiga emas, balki uning ichida ishlayotgan operatsion tizimga bog'liq. Operatsion tizim qanchalik yaxshi bo'lsa, narxi ham shunchalik qimmatlashaveradi. Endi bu yerda bizda switch bor, marshrutizator bor. Switchning prezentatsiyamizni yakunlab, demak switchni umumiy funksiyasiga o'tamiz. Switchning umumiy funksiyasida bunga maxsus iOS 2960 seriyali switchning iOS'i o'rnatilgan. iOS degani Inter-Network Operating System, ya'ni tarmoqlar aro operatsion tizim hisoblanadi. Tarmoqlar aro operatsion tizimda tizim nima vazifa bajaradi? Masalan, umuman tizim deganda hozir yangi o'rganuvchilar qanday tushunishadi? Tarmoq operatsion tizimi o'zi nima degan savollar tug'ilishi mumkin. Masalan, bu switchni bir chekkaga olib turamiz va ommaviy hayotimizda, ya'ni an'anaviy o'zimizda ijtimoiy hayotimizda foydalanadigan, masalan, mashinani olaylik. Mashina yoritgichga ega, ya'ni chiroq yoqadi va o'chiradi. Undan keyin oyna tozalagich, masalan, ingliz tilida light wiper deb tushuntiriladi. Undan keyin telefon tarmog'i mavjud bo'lishi mumkin yoki konditsioner yoki boshqacharoq aytganda o't oldirgich sistemasi, shunga o'xshagan bir nechta, masalan, radio bo'lishi mumkin, bir nechta funksiyalarga ega bo'lishi mumkin.
Yagona avtomobildan turib shuncha, ya'ni sanab o'tgan 6 ta funksiyani boshqarish uchun bizga albatta tizim kerak bo'ladi. Ya'ni tizim turli xil vazifalarni bajaruvchi elementlarni yagona maqsadga yo'naltirish bu tizim deyiladi. Ya'ni turli xil vazifalarni bajarish, masalan, faqat radio ma'lumotlar chiqadi undan. Telefon tarmog'i telefon orqali gaplashishni, konditsioner sovutish, isitish tizimlarini ishlatadi. O't oldirgich esa mashinani yurgizish masalasini hal qiladi. Yoritgich o'z nomi bilan yoritadi. Oyna tozalagich o'z nomi bilan oyna tozalaydi. Demak, turli xil vazifalarni bajaruvchi elementlarni yagona maqsadga, ya'ni avtomobil tizimiga, yagona maqsadga, avtomobilni qulay ishlashiga olib kelish uchun bizga tizim kerak bo'ladi. Xuddi shu misolda tasavvur qiling, marshrutizator. Avtomobil misolida marshrutizator. Marshrutizatorning ichida turli xil vazifalar bor. Birinchi vazifasi bu marshrutizatsiya. Ikkinchi vazifasi xavfsizlik. Uchinchi vazifasi xizmat ko'rsatish sifati. To'rtinchi vazifasi adreslash. Beshinchi vazifasi resurslarni boshqarish. Oltinchi vazifasi esa interfeyslarni boshqarish. Demak, hamma ishni sanab o'tgan 6 ta ishimni hammasini bir vaqtda boshqarib, bir vaqtda nazorat qilib, bir vaqtda ularning ishlash samaradorligini ushlab turish, ya'ni muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlash uchun bizga yagona tizim kerak. Har biriga alohida tizim qo'yish bu noto'g'ri yechim bo'lardi. Shuning uchun biz yagona tizim orqali mana shu 6 ta vazifani, 6 ta funksiyani boshqardik.